بسم الله الرحمن الرحيم. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قلنا بلى. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجلين. Abu Said al-Khudri roziyallohu anhuma rivoyat qilyaptilar bu hadisni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni oldimizga chiqdilar. Biz Masih Dajjal haqida muzokara qilayotgandik. Bir-birlarimizga eslatma beryotgandik. Qarang, Masih Dajjal bunday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan. Juda katta fitna. Bu bashariyat tarixida eng katta, bu odam alayhissalomdan qiyomat kunigacha bo'lgan insoniyat uchun eng katta fitna, ya'ni inson dindan to'sadigan, insonni chalg'itadigan, shirkka olib boradigan eng katta fitna bu Masih Dajjal fitnasi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shu haqida biz muzokara qilayotgandik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz oldimizga chiqdilarda, faqala aytdilarki, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih Dajjal. Men sizlarga meni nazdimda Masih Dajjaldan ham ko'ra qo'rqinchliroq, men uchun tashvishliroq bo'lgan narsa haqida xabar beraymi? Qala, shunda sahobiyalar aytdiki, qulna bala. Biz aytdikki, ha, bo'lmasam-chi ya Rasululloh, Masih Dajjaldan ham bizni dinimizdan chalg'itadigan, maftun qiladigan, bizni dindan chiqishimiz sabab bo'ladigan, siz uchun o'ta qo'rqinchli bo'lgan narsa nima ekan? Bo'lmasam-chi, bala, aytib bering. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, faqala ash-shirkul khafiyyu, maxfi shirkdir dedilar. Qarang, Masih Dajjalning fitnasidan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummat ustida qo'rqadi. Bo'lmasa sahobiylar, qarang, sahobiylar moli va jonini Allohning yo'liga tikkan kishilar ustida mana o'tgan darsimizda o'rgangan hadisimizga o'xshab nihoyatda qo'rqyaptilar, tashvish qilyaptilar. Bu nima ekan maxfiy shirk? Men sizlarga aytib beraymi dedilar. Ha, aytib bering. Maxfiy shirk shundayki, an yaquma rajulu yusalli. Kishi namoz o'qigani turadi. Ya'ni namoz o'qiydi. Erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, namoz o'qiydi. Fayuzayyinu solatahu. Namozini chiroyli qiladi. Juda bir ziynatlashtirishda davom etadi. Nimaga? Lima yara min nazari rajulin. Boshqa bir kishi unga namoz o'qiyotganligiga qarab turganligi sababli namozini nima qiladi? Chiroyli qiladi. Mana bu maxfiy shirk dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta namozni ya'ni misol keltiryaptilar, hamma ibodatda shunday qiladi. Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, masalan, ovozini chiroyli qilishga harakat qiladi, eshitib turganligini his qilib, bilib qo'ysa, yoki boshqa bir amallar qilayotgan bo'lsa, da'vat qilayotgan bo'lsa, ilm o'rganayotgan bo'lsa, ilm o'rgatayotgan bo'lsa, boshqa odamlarni ko'rib turganligi, eshitib turganligini his qilib, o'sha insonlar uchun, o'sha insonlarga o'zini ko'rsatib maqtanish uchun, o'sha insonlarning ko'nglidan bir joy olishlik uchun, yo bilan bir manfaatga ega bo'lishlik uchun bechora o'shalar uchun nima qiladi? Riyo qiladi. Qarang, mana bu eng maxfiy shirkdir. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiylarga, sizlarga emas bu gap, butun ummatimga, sizlardan keyin keladigan iymoni zaif ummatimga demayaptilar. Balki sizlarning ustinglarda qo'rqyapman deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar deyotgan kishilar nihoyatda ixlosli bo'lgan kishilardir. Qarang, inson agar qalbini tekshirmaydigan bo'lsa, qilayotgan amalimni nima uchun qilyapman men hozir buni degan bir o'zida qat'iy kuzatuv bo'lmasa, albatta bu shayton tezda insonni niyatini buzib, o'sha odamlarga maqtanishlik uchun ko'rsatib qo'yar ekan. Demak, shart